Yevropaning g'arbiy shimoliga joylashgan Atlantik okeanidagi orol davlat Irlandiyada Uyg'ur madaniyat jamiyati qurilgan. Irlandiya vaqt gazetining 26-yanvar xabar qilishicha, 10 yildan ortiq vaqtdan buyon Irlandiyada yashayotgan Uyg'ur faoliyatchi Nuriya Zaydin xonim bilan Xitoydagi millatlar tadqiqoti mutaxassisi doktor David O'Brien Uyg'ur madaniyat jamiyatining tang huquqliq raislari bo'lgan. Egilishicha, jamiyatning qurilish faoliyatiga Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa, Washingtondagi Uyg'ur harakatining ijroiya mudiri Roshan Abbas, Uyg'ur tadqiqot markazining ijroiya mudiri Abdukim Idris, Tayvanning Irlandiyadagi vakili, Irlandiyadagi musulmonlar jamiyatining vakillari, Irlandiyadagi Uyg'urlarning qo'llovchilari va Amerika elchixonasining vakillari qatnashgan. Jamiyat raisi Nuriya xonim o'zining 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon Irlandiyada yashayotganligini va bu davlatning fuqarosi bo'lganligini, lekin izchil Uyg'urlar uchrayotgan zulmni so'zlashdan qo'rqib kelganligini, lekin fikr erkinligi bor bir davlatda yashab turib, davomliq Beijing tarafdan kontrol qilinishni shaxsiyatchilik deb qaraydiganligini ta'kidlagan. Sharq Turkistondagi Xitoy tashviqot organi Tangirtog' to'rining 22-yanvar xabar qilishicha, atalmish koni o'ltiraq rayonlarni o'zgartirish orqali shaharning iqtidorini yanada mukammallashtirib, shahar qiyofatini unumli yuqori ko'tarish degan nomda atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik Turalg'u va shahar yezi qurilishi nazorati Turalg'u kapolati boshqarmasi bu haqdagi planni e'lon qilgan. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy 2023-yili Sharq Turkistondagi shahar yezilardagi 1152 o'ltiraq rayonni o'zgartirish qurilishida ish boshlab, 219,100 oilalik uyni majburiy o'zgartirib qayta solgan. Gollandiyadagi xalqaro jinoiy ishlar sudi Janubiy Afrikaning Isroiliyani G'azza rayonida irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblab sungan arzinomasi to'g'risida qattiq kesim chiqadi. Sudning Zastatullah umiga Isroiliyaga jiddiy tadbir qo'llanishni qaror qilib, Isroiliyani barliq tadbirlarni irqiy qirg'inchilikning oldini olishga hamda insonparvarlik vaziyatini yaxshilash uchun tadbir qo'llanishga buyurdi. Hukmda mundaq deyildi: Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining bu deloda boshqarish huquqi bor. Janubiy Afrikaning Isroiliya ustidan irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan arz sunish salohiyati bor. Falastinliklar irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasidagi qo'g'diladigan guruh. Amerikadagi 25 shtat Amerika prezidenti Joe Biden bilan Texas shtati o'rtasidagi chegara bexatarligi munosabatida Texasni qo'llaydigan bayonot e'lon qildi. Amerika asosiy qonun sud mahkamasi Meksika chegarasiga Texas valisi Greg Abbottning ko'chmanlarning oldini olish uchun tiklangan sim reshatkasini markaziy hukumatga qarashli amaldorlar kesib tashlay oladi deb hukm qilgan. Texas shtatining boshlig'i Greg Abbott bu simlarning markaziy hukumat tomonidan elib etilgan taqdirdami qayta o'rnatilganligini e'lon qildi. Buning bilan 25 shtat asosiy qonun sud mahkamasining Meksika chegarasidagi reshatkalarni elib etish qaroriga qarshi chiqdi. Tünügün Tayvan orli atrofidagi egiz havo bo'shlig'ida Xitoyga tava 6 jasus shar bayqalgan. Tayvan davlat mudofaa ministerligining X hisobida e'lon qilingan bayonotda qaraganda 5 dona balon orolning shimolidagi Keelung shahridan uchib o'tgan bo'lib, bir balon janubdagi Pingtung shahridan uchib o'tgan. Egilishicha, 2023-yili Yaponiyada 1010 o'quvchini o'z ichiga olgan 21818 odam o'zini o'ldirib olgan. Butun mamlakatda o'zini o'ldirib olganlarning soni oldingi yilga solishtirganda 63 aziyib 21818 nafar bo'lgan. Sog'lomlik masalasi, turmush xarajati va xizmat sharoiti o'zini o'ldirib olishdagi asosli sabablarning biri. Sahiyya ministerligining amaldori bu haqda atrofli tadbir qo'llanishga ilhom berdiganligini bayon qildi.